talabalar, bugun biz sizlarga birinchi qadam fonus loyihamiz haqida gapirib to'liq ma'lumot bermoqchimiz. Bizani loyihamiz shiori qadam tashlab fonus bilan yo'lingni top deb nomlanadi. Nega aynan bu shiorni tanladik? Chunki o'sha Nizomiy davlat universitetiga o'qishga kirgan qiz talabalar uchun biza yordam qo'lini cho'zmoqchimiz. Bu orqali ya'ni bu yerga yangi ko'chib kirgan qiz talabalar Yandex yoki shunga o'xshash ilovalardan to'liq foydalanishni bilmaydi. Biza shuni o'ylagan holda ularga soddaroq ko'rinishdagi birinchi qadam fonus ilovasini yaratdik. Talaba qizlar uchun mobil navigator ilovasi universitet hayotiga moslashish va foydali manbalarni topishda yordam beradi. Ya'ni qiz talabalar o'qishdan tashqari, misol uchun kutubxonaga yoki go'zallik saloniga borish uchun biroz qiyinchiliklarga duch kelmasligi uchun biz shu loyihani ustida ish olib boryapmiz. Loyihamizning asosiy maqsadi birinchi kurs qiz talabalariga universitetga moslashish imkonini yaratish. Ya'ni bu misol uchun bu yil o'qishga kirgan qiz talabalari yangi shaharga ko'nikish qiyin bo'ladi, ya'ni ilovalardan foydalanish qiyin bo'ladi. Biz shuni o'ylagan ma'noda shu loyihani o'yladik. Akademik va ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish foydali manbalar, joylar va xizmatlar platformasini jamlash, ya'ni bunga kutubxonalar, psixolog markazlari va shunga o'xshash joylar kiradi. Uchinchi maqsadimiz shahar hayotida yangi bo'lgan talabalarga xavfsiz, qulay va foydali yo'nalishlarni ko'rsatish. Ya'ni bu ilovamizda avtobus qatnovlari ham bo'ladi. Ya'ni ular o'z ko'zlagan nimadir, misol uchun qayergadir borish uchun avtobus kelish-ketishlaridan foydalanishlari mumkin. Loyiha g'oyasi birinchi qadam fonus. Bu Yandex kartasiga o'xshagan, ammo undan biroz farq qiladi. Ya'ni u faqat qiz talabalarga mo'ljallangan bo'ladi. Qiz talabalar undan foydalanadi. U foydalanuvchilarga shahar va universitet hayotida kerakli joylarni tez topishga yordam beradi. Undan tashqari ayollar do'konlari, go'zallik salonlari, avtobus yo'nalishlari va vaqt jadvallarini o'z ichiga olgan. Universitet binolari va xizmat joylashuvi, psixolog yordam markazlari va foydali maslahatlarni ham o'z ichiga olgan. Bu loyiha bo'yicha jamoaviy ishlagan holda jamoamiz a'zolari Sharifa, loyiha rahbari, vazifasi umumiy boshqaruv, muddat nazorat. Shavkat, dasturchi, ilova kodini yozish, dizaynni qo'llash. Ozoda, kontent yaratuvchi, maqolalar va tavsiyalar tayyorlash. Charoz, marketing mas'uliyati, reklama va PR ishlar. Va men Kutsevar, dizayner, interfeys, logo va vizual dizaynerlar bo'yicha ishlayman. Loyihamiz ishlash jarayoni birinchi bo'lib biz guruhimiz bilan kelishgan holda IT kurslarida o'qib, ilovani yaratish asoslarini va dasturlashni o'rganamiz. Bunga bizga yordam beradi davlatimiz tomonidan School 21 dasturi orqali o'quvchilarga, yoshlar uchun tekin dasturlashni o'rgatish maktablari ochilgan. Bunda dasturlashni o'rganish uchun 6 oydan 8 oygacha muddat ketadi hamda amaliyot o'tash 3 oygacha bo'ladi. Bunda biz talabalar ishlashga yo'naltiramiz va oylik haqlar ham olamiz. Mablag'lashtirish va shundan kelib chiqadi. Biz o'zlarimiz dasturlash kasbini ham egallab, yangi kasbni egallab ham olamiz. O'zimizning loyihamizni ham quramiz va tuzamiz. Mablag'lashtirishga kelsak esa dasturlash orqali mablag' topib o'zlarimiz mablag'lashtiramiz. Loyihamizni keyingi etapi UX va UI dizaynni ishlab chiqish. Bunda qulay interfeys va xarita xizmatlarini kiritish, kartalarni kiritish bo'ladi. Foydali joylar, ma'lumotlar kiritish, go'zallik salonlari, do'konlar, transport xizmatlari va xaritalarni kiritish bo'ladi. Platformani testdan o'tkazish, xatoliklarni aniqlash va tuzatish. Keyingisi esa reklama va tahrirlash. Foydalanuvchilar fikridan kelib chiqqan holda fikrlarni olamiz va uni yana takomillashtirish uchun rejalarni tuzib takomillashtiramiz. Keyingisi loyihamiz tarkibi, bosh sahifasi foydalanuvchi profili turadi. Foydalanuvchiga maslahatlar beriladi. Keyingisi xaritalar, qizlar uchun xavfsiz joylarni kiritish. Xaritalardan foydalanib
Toshkent shahrida adashib qolmasliklari uchun ularni yaxshilab bilib olishi uchun xaritalar kiritiladi. Yo'nalishlari transport, do'konlar, go'zallik markazlari, maslahatlar, psixolog markazlari, ijtimoiy markazlar, akademik yo'nalishdagi maslahatlar beriladi. Aloqalar esa foydalanuvchilar fikrlarini bildirish uchun chat ham qo'yiladi. Bunda birinchi talaba kurs qizlari, 3-4 talaba kurs qizlaridan maslahatlar olishi mumkin yoki chet davlatlarga o'qiyotgan qizlardan ulardan maslahat olib, u haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Har xil maslahatlarni olish uchun bu ilovamiz qizlarga yordam beradi. Reklama birinchi o'rinda QR kodlar universitet bo'ylab har yerga yopishtirilgan bo'ladi. Bunda telefondan foydalanib, ilova haqida qisqacha videorolikni ko'rib, keyin ilovaga o'tib, bemalol sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyin Instagram va Telegram orqali turli xil videolar, reels yoki istoriyalar orqali ilovani reklama qilish va u haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkoniga ega bo'lamiz. Va ilovamizning amalda qo'llanilish muddati 2026-yil sentyabr-oktyabr oylarida deb kutilmoqda. Ilovamizda mini o'yinlar va viktorinalar orqali boshqa foydalanuvchilarni o'zimizga jalb qilish imkoniyati bor. Bunda ilovaga kirganimizda qisqacha video o'yin bo'lishi, uni o'ynab, masalan, boradigan manziliga taksida boradigan bo'lsa, o'yindagi ishtirokiga qarab puldan chegirma, ya'ni boradigan joyga ketadigan mablag'ga chegirma bo'lishi mumkin. Bizning loyihadan kutilayotgan natijalarimiz shundaki, birinchi kursga qabul qilingan talabalarimizning 35-40%ga yordam ko'rsatadi deb o'ylaymiz. Balki bundan da ko'piga ham yordam ko'rsatishi mumkin. Qanday yordam ko'rsatadi deganda, hammasi ham bu Toshkent shahridan emas, viloyatdan ko'pchiligi o'shalar kelishganda amaliy yordam ko'rsatdi deb shaharni bilmaganda karta qo'shilgan. Yana universitet shart-sharoitlarini o'rganib, shu universitetdagi foydalarini o'rganishadi. Shunaqa xulosa qilib aytganda, u faqat navigator emas, shu universitet qizlarga amaliy yordam ko'rsatadi bu ilova, universitet hayoti bilan tanishib va shu xavfsiz muhit yaratib beradi. Savol va takliflaringiz bo'lsa,